Assalomu alaykum aziz muxlis. Ukraina Zelenskiy va Putin bilan uchrashuvga fayl tayyorlanmoqda. Ukraina va Rossiya prezidentlari Vladimir Zelenskiy va Vladimir Putin ehtimoliy uchrashuviga Ukraina faol tayyorgarlik ko'rmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Kiyev xalqaro vositachilar ishtirokida kengaytirilgan muzokaralar formatini o'tkazish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Tan olamiz, bu uchrashuv kengaytirilgan formatda bo'lishi mumkin. Biz prezident Trampning unga qo'shilishini juda xohlaymiz va biz har doim Yevropa bo'lajak muzokaralar stolida bo'lishini kerakligini ta'kidlab o'tamiz. CB'ga ko'ra, Moskva Qo'shma Shtatlarning mojaroni hal qilish jarayonidan chetlatilishga intilmoqda, biroq Kiyev Vashingtonning ishtirokini tubdan zarur deb biladi. Bizga AQSh ishtiroki kerak. Biz AQSh va prezident Trampning tinchlikka qaratilgan sa'y-harakatlarini olqishlaymiz, deb ta'kidlaydi Ukraina rahbari. Shuningdek, u Turkiyada muzokaralar davom etishi uchun hech qanday birlamchi shart bo'lmasligi kerakligini e'tibor qaratdi. Agar Rossiya delegatsiyasi o'qigan barcha ma'ruzalarni bir chetga surib qo'ysak, u yerda aniq kelishuvga erishildi, dedi Ukraina vaziri. Istanbulda uchrashuv 16-may kuni bo'lib o'tgan. Nashrning manbalariga iddio qilinishicha, Medinskiy agar yon berishlar rad etilsa, Ukrainani yana ikkita viloyatning egallab olishi bilan tahdid qilgan va Rossiya cheksiz kurashga tayyorligini bildirgan.